Chirchiq davlat pedagogika universitetining tajribali o'qituvchisi Eshmuhammad Xurramov tomonidan amaliyotga joriy qilingan yangi to'p marraga nomli sport turi sekin-asta mamlakatimiz bo'ylab keng tarqalmoqda. Xo'sh, ushbu sport qanday o'yin turi hisoblanadi? Bu haqda navbatdagi lavhamizda so'z boradi. 2019-yil Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi Eshmuhammad Xurramovning ko'p yillik ilmiy izlanishi asosida ishlab chiqilgan yangi to'p marraga sport turi bugunga kelib ko'plab yoshlarning sevimli mashg'ulotlaridan biriga aylanib ulgurgan. 5 kishilik jamoalar orasida o'ynaladigan bu sport ishtirokchilarda epchillikni shakllantirish bilan birga o'ta ziyraklik va hushyorlikni talab etadi. Shunisi e'tiborliki, ushbu sport turi bir qator xorijiy davlatlarning ekspertlari tomonidan yuqori baholangan. To'p marraga o'yinning yoqqan tomoni juda oson, shikastlanish darajasi past va juda ham qiziq bo'ladi. Talabalarni o'ziga jalb qiladi. Maktabga chiqish yoshidagi bolalarga biz shu to'p marraga o'yinni targ'ib qildik. Ular o'zlarining qiziqarli bo'lgan emotsiyalarni bizga ko'rsatib berishdi. Va yana biz texnologik shu o'yinning texnologik darajalarini yanada rivojlantirib bermoqchimiz. Yangi sport o'yinida maydoni jihozlanishi oddiyligi, shuningdek tomoshabobligi, o'yin taktikasining xilma-xilligi boshqa sport turlaridan ajralib turadi. Shuning uchun ham to'p marraga sport turi ko'plab ishqibozlarni o'ziga jalb etmoqda. Bu sport turini hozirgi kunda ommalashtiryapmiz. Hozirgi kunda bu oliy ta'lim tizimiga fan sifatida joriy qilingan va talabalarga dars o'tib kelinmoqda bu sport turida. Bu sport turi o'sha milliy sport turi sifatida ommalashishi, kelajakda milliy sport turlarimiz yana bittaga ko'payishi va olimpiada sport o'yinlariga kirishga da'vogarlik qiladigan sport turlarining ichida eng oldingi o'rinlarda turishga da'vogarlik qiladigan o'yin. Kuni kecha universitet fakultetlari o'rtasida to'p marraga sport turi bo'yicha buyuk bobomiz Amir Temur tavallud kuniga bag'ishlangan turnir bo'lib o'tdi. 12 ta talabalar jamoasi ishtirokida o'tkazilgan turnirning har bir bahsi qiziqarli kurashlar ostida davom etdi. Qizlar o'rtasidagi musobaqada Maktabgacha ta'lim fakulteti talabalari jamoasi birinchi o'rinni egallashdi. Ikkinchi o'rin turizm fakultetining qizlariga nasib etdi. Kuchli uchlikka san'atshunoslik fakulteti yakun yasab berdi. O'g'il bolalar o'rtasidagi bahslar ham qiziqarli va murosasiz davom etdi. Natijalarga ko'ra birinchi o'rinni Maktabgacha ta'lim fakulteti jamoasi qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rin jismoniy madaniyat fakulteti vakillariga nasib etgan bo'lsa, uchinchi o'rinni boshlang'ich ta'lim yigitlari qo'lga kiritishdi.